Assalomu alaykum hurmatli treyderlar va meni kanalim a'zolari. Xo'p, sizlar bilan bugun haftalik tahlilni ko'rib chiqamiz. Bu haftada qaysi aksiyalarda foydada bo'ldik, minuslar ham bor, ularni aytib o'tib ketaman va keyingi haftalik olishimiz mumkin bo'lgan aksiyalarni ham tushuntirib ketaman va bir narsani inobatga olish kerak. Yaqinda men shu tradingga qiziquvchilar uchun mini kurs tashkilladim va bu haqida prezentatsiyaga ma'lumot bermadim. Men shu videoni boshida 2 daqiqa vaqt ajratadigan bo'lsanglar, shu mini kurs haqida podrobniy ma'lumot olishingiz mumkin. Agar sizlarga mini kurs emas, tahlil qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunchaki videoni ozgincha bosib o'tkazib yuborasiz va video davomida tahlilni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, meni mini kursim uchun sayt Telegram kanalimda ham berilyapti va Instagram profilim shapkasiga ham joylab qo'yilgan. Saytga tashrif buyuramiz. Bosganimizdan keyin bu yerda mini kurs haqida, ya'ni 10 kunda halol tradingga kirish kurs haqida ma'lumot berilgan. Va e'tibor beringlar, slif va aldovlarsiz deyilgan, chunki bilasizlar, men anaqa bilan shug'ullanmayman, forex bilan shug'ullanmayman. O'z uchun ham joylarda deb gapirgan va o'zim haqimda ma'lumot berilgan, kapitalim umumiy boshqarganim haqida va oylik o'qishlarim darajasi haqida va umumiy shogirdlarim soni haqida. Va bu yerda o'quv rejasi, ya'ni bu kursdan siz nima ola olasiz? Bu kurs boshlang'ich treyderlar uchun tradingga to'g'ri keladimi yo'qmi, buni bilib olishingiz mumkin. Faqat bu emasda, bu yerda fond bozori haqida, ya'ni bozor turlari, spot, futures, forex, kripto, aksiya nima, naviylar shu ma'lumotlar beradi va ikkinchi darsda joiz savdolar haqida va margin, ya'ni margin haqida, undan tashqari shorting haqida ma'lumot berilgan bu yerda. Ishonchli broker, ya'ni mana brokerdan ro'yxatdan o'tish, savdo amaliyoti, olish, sotish, stop loss hammasi tushuntirilgan bu yerda. Kelib sappartlar bilan yozishgacha tushuntirganman. Va trading wave tushunchasi berilgan bu yerda. Undan tashqari support va resistant zonalar, ya'ni texnik analiz uchun ishlaydigan klassik instrument haqida gapirilgan. Fundamental tahlil qilish, analiz reporting va neoz tahlil va undan tashqari ChatGPT bilan ishlash haqida qo'shimcha kirib ketilgan bu yerda. Signallardan qanaqa foydalanish haqida tushuncha berilgan, risk management va revenue strategiya, undan tashqari demo shot ochish va keng tarqalgan savdo xatolari va oxirida mentorlik kurs taklifim berilgan bu yerda. Va kursdan oladigan natijangiz qanaqa bo'ladi? Real hisob-kitobni boshlaysiz. Halol va joiz strategiyalarni o'rganasiz, grafik bilan mustaqil ishlashni o'rganasiz, lekin full formatda emas. Chunki u full formatda professional kursda bo'ladi. Va signallar qanaqasi to'g'ri bo'ladi, qanaqasi noto'g'ri bo'ladi, faktik ajrashni ko'rib olasiz va undan tashqari savdo qilish tomonidan bir xil ma'lumot yozilgan ekan. Xo'p, kursga ro'yxatdan o'tish uchun kursni sotib olish tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Bosgandan keyin ma'lumotlar berilishda kartani nusxalash, ya'ni kartani nusxalab turib Payme orqali tashlasangiz ham, ya'ni o'tkazsangiz ham bo'ladi, yoki Payme orqali to'lovni bossangiz, link orqali Payme'ga yo'naltiriladi to'lov. Va avtomatik Payme'dan yechib olsangiz ham bo'ladi. Ma'lumotlaringizni kiritasiz, chek yuklaysiz, kursni sotib olishni bosasiz. Sotib olishda qiynalsangiz, yordamchi admin bilan bog'lanish tugmasini bosasiz va kursga ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Shunaqa. Endi bozor tahlilini boshlaylik. Bizda bu hafta yaxshi va yomon yangiliklar bor. Xo'p, o'tgan hafta sizlarga berilganda Apple bo'yicha tahlil va kirish haqida ideya ham berilgandi, lekin bu sal negativroq bo'ldi, sababi bozor tushganligini hisobiga. Lekin men portfelimda paka ushlab turibman, bugun yana minus ochilayotgan ekan. Muammosi yo'q, tepasida bo'sh pul bo'lishi kerak, menimcha qo'shib qo'yaman aksiyani. Endi buni sal pasratamiz. Shu yerdan sotib olsa ham bo'ladi Apple'da. Sotib olmaganlar albatta. Va foydamiz yana yuqorilab ketadi va bu ideyani endi o'chiramiz. Mana bu support endi ahamiyatga ega emas. Paka Apple'da bemalol kirish qilsa bo'ladi. Meni fikrim shunday. Tahlil fakt so'rayotganlar uchun bir soatlik o'tamiz. Va mana bu zonani hisobga olamiz. Bo'ldi.
Mana shuni o'zi yetarli, klassikani tushunadiganlar. Men maydalashib o'tirmayman, bo'ladigan gap aytdim. Cho'tdan kirish qilsa bo'ladi. 190 dan 188, 187 larga menimcha stop qo'ysa bo'ladi. Yo'q, 230 gacha ishlab olsa bo'ladi. Lekin men bestop ishlayman. Hop, Neo aksiyasiga kirish qilganman. Men $4 kirish qilganman. Hozir 385. Faqat bunga ham kirsa bo'ladi. Men bu zona ahamiyatga ega bo'lgan zona. Shu yerdan razvod qilish ham mumkin. Menga juda qiziq emas, chunki to'g'ridan kirib bo'lganman. Men bu yerdan skal qo'ymayman, ya'ni juda qisqa muddatli qilmayman. Istedagi aksiyasi kecha 15% tushib ketgan va buni men juda sotib oldim. $15 dan sotib oldim. Endi bunga bemalol kirsa bo'ladi. $21 gacha shans bor. 21 gacha. U 40% atrofida. S&P ni holatini ko'radigan bo'lsak, mening fikrim S&P men kutgan zonaga keldi. Men buni chizib qo'ygandim. O'tgan hafta ham aytgandim, shu yerga keladi degandim, bu yerga borib, bu o'xshab berdi. Planirovka bo'yicha ketyapti hammasi. Lekin buni pastroqga ham tushib ehtimol bor, ya'ni 5700 lar atrofiga kelish ehtimoli ham bor. Bitcoin haqida ham sizlarga aytdim, 112 ming degandim. Mana men buni eslaysizlar. Agar mabodo men tahlillarni statistikaga tushmayotgan bo'lsanglar, ya'ni o'zini-o'zi aytib o'ylayotgan bo'lsanglar, unaqa emas. O'tgan haftalik tahlilni ko'ringlar yoki o'zim o'quvchilarim bo'ladigan bo'lsanglar, nimalar tushunasizlar bu narsani. 112 mingga işte bordi, take profit urildi. Men savdoda emasman, fikrim shunaqa edi. Chunki Bitcoin bozor kayfiyatiga ta'sir qiladi. Shuni hisobiga. AGL bo'yicha pastdagi bizani zonaga tushdi. Men orada chiqib qoldim. Men bu 258 da bu ancha yaxshi qaror bo'ldi deb o'ylayman. Hozir bu tushgan. Bemalol sotib olsa bo'ladi buni ham, ya'ni işte take profitlar mana. Birinchi take profit. Bu yerda 50 13%, 75, ikkinchisi 275, 25%, $3, 36%. To'rtga ham chiqish ehtimoli bor, endi mayli 3 gacha hisoblaylik. Shunaqa bunda edi ham. 50 aksiyasida ham juda vaziyat bor edi. Bu ham mana shu xuddi nariga ko'rsatganlarimga o'xshab kelgan, mana shu zona kutilyotdi bunda. Va bunga ham kirmaganlar kirsa bo'ladi, kirganlar ushlab turadi. Apok. Bunda ham hozirda zarardamiz. Ushlab turamiz. Yo, kirsa bo'ladi. Xo'p, Nvidia aksiyasida men savdoda emasman, o'zi uchib ketib bo'ldi. Menga bunaqa aksiyalar qiziq emas, ya'ni uchib ketganlar. Va zo'r yangilik. Disk aksiyasi bugun moliyaviy hisobotdan keyin tushib ketdi. 18%. O'ylamasdan yurib sotib olsa bo'ladi buni earning strategiya bo'yicha. Bunda nimaga sotib olish kerak deyapman? Sababi earnings yaxshi chiqqanda aksiya narxi tushgan. Bu prosta FOMO. Ya'ni treyderlarning qilayotgan ish xolos, bu qanaqa fundamental vaziyat emas. Aslida tush kerak degan o'tgan hafta shu fikrdaman, pastroq ko'ramiz. Mu aksiyasi mana shu yerga kelgandan keyin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Ana mana uji kelib qopti. Pastroqni kutar ekanmiz bunda $86. Tesla umuman qiziqmayman. O'sib ketib bo'lgan aksiya. Meni prinsipim bilasizlar, umuman o'sgan aksiyaga qiziqmayman. Mayli yana o'sib ketsin, lekin xusus emas uji. Vaziyat o'sib ketdimi bo'ldi. Xo'p, internet sakrab qoldimi? AMD aksiyasi. Kutaman buni ham pastroqlar. Men bitlarni kutayotganim yo'q. Sal teparoq ko'taramiz. Shu zonalarga olib qo'yganimiz ma'qul, ya'ni $100 atrofidan zo'r narx bo'ladi. Ungacha qiziqmayman men. MDB. Buni ham ko'taramiz. Kutuvlarni. Shu zona eBay bo'lmasa yo'q. Chunki variantim ko'p meni, to'g'risi. Shuning uchun mayda-chuda narsalarga prям, ya'ni mayda-chuda foizlarga qiziqish yo'q.
Xo'p, menchip aksiyasi shu fikrdaman. Men bu zonaga keladi, keyin bay qilaman. $53. 10 aksiyasi, 10. Hop, bay qilish zonasiga kelibdi, undan ham pastroqqa tushibdi. Mana hisobga bo'lgan bu. Hop, zo'r. 10 aksiyasida ham bemalol bay qilsanglar bo'ladi. Lekin bu hafta yig'im terim vaqtimi deyman-da. Ya'ni bu haftaning oxiri va keyingi hafta. Bu yerda aytayotgan signallarim ko'pi dushanbadan amal qiladi. Shunga e'tibor beringlar. BIB paket tushib kutyapmiz. Zonani chizib qo'yganman. Adobe aksiyasi. Ketdi-yu bu. Mana bu gap kutamiz. Lekin men bu qismlarga qaragan bo'lsak, naверное, da bitta shu olish kerak. Ko'tarildi. Zo'r yo'li bor uni o'lchashni. 0.618. Yaxshi to'g'ri zona qo'ygan ekanman. Xo'p. Colgate. Yorib o'tmadi hali, paka vaziyat yo'q. Nuy aksiyasi bu ham bay holatga kelgan. Massafatda. Buni ham kutamiz paka. Zonalarning hammasini kutamiz. Gap yopiladi keyin. Mana prinsipim shunaqa, agar qiziqadiganlar bo'lsa bosinglar. Hop. Bunda ham zona kutaman. Shunaqa, mana portfelni tushib olganinglardan keyin naверное qiyin emas. Olish kerak bo'lganlarni topib olish, boshqa olish. Zebra aksiyasi. Bu endi gap. Buni pastisini kutgan ma'qul, chunki ancha o'sdi bu ham. Avgo aksiyasi. Bunda ham paka pastroq vaziyat kutish kerak. Hatto mana bu zonani kutish kerak. $2. SMCI'da men bu zonani kutaman. Usiz umuman bay qilmayman. Shu yaqinlashib qoldi. $39-40. Bayga yaqinlashib qoldi bu ham. Dushanbadan bay qilsa bo'ladi menimcha. Amazon aksiyasi Hop, $194 kutar ekanman. Gap yo tegigandan keyin. Hammasini mana buni ochib tashlaydi. Hop, mana shu zona. Va portfel tugadi. Kutuvlarim shunaqa men bozorda. Lekin zo'r hafta. Endi minus bor. Men o'zim minus emas. Shogirdim qilgan minus mana. Tayyor sotish kerak bo'lgan joyda men sotgan vaqtimda vaziyatdan chiqilmadi va o'sha общий счётdan 7.4%, 7.5% minus bo'lgan. $949 minus bir haftada. Mana shu haftada sotish kerak bo'lgan payt sotilmaganligi uchun, xato qilinganligi uchun, paka minusdalar. Bunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar, takliflarni bildiringlar, qiziqroq qilinglar, chunki bu men bu videoni yozishimga sabab meni trading klubim. Trading klub uchun yozaman buni. Men bu yerda savdolarni berib qolish uchun, ya'ni xuddi shu gruppa uchun. Buni YouTube ga ham joylayman. YouTube'dagilar uchun ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, savdolar, tahlillar, bunga обязательно e'tibor beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.